Xo'jand Markaziy Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biri. Sirdaryo sohilida joylashgan. Bugungi kunda Xo'jand Tojikistonning poytaxt Dushanbedan keyingi ikkinchi yirik shahri. Bu shaharda 200 mingga yaqin odamlar yashaydi. Xo'jand qadim-qadimdan xalqlar do'stligi makoni bo'lib kelgan. Мы все хорошо знаем, что многонациональный Ходжанд является образцом, зеркалом дружбы, ярким примером толерантности и братства таджикского и узбекского народа. Bugungi kunda shaharda diniy bag'rikenglik qaysi holatda? Mana shu masalani o'rganib ko'rmoqchimiz. Xo'jand shahar ma'muriyati diniy ishlar bo'limi mudirining aytishicha, shaharda 48 ta diniy birlashmalar amal qiladi. خب در شهر خوجند یک مسجد جامعه مرکزی 4 مسجد جامعه و 35 مسجد 5 وقته Xo'jand shahrida bir markaziy jome masjidi, 4 ta jome masjidi va 35 ta 5 vaqtli masjidlar, hammasi Hanafiy mazhabida amal qiladi. Yana 7 nasroniylik dinidagi birlashmalar va bir Bahoiy dini birlashmasi faoliyat qiladi. طبق بقایدگیری oid به کمیته دین تنظیم جشنواره نزد کمیته جورستان رسما اجازه نامه دارند و فعالیت به اعضای نظامنامه‌ای که تصدیق کرده شده است. Aniqlashimizcha, Xo'jand shahrida 3 mustaqil din vakillari o'z birlashmalari faoliyatini rasman yo'lga qo'ygan ekan. Bular islom dini, nasroniylik dini va Bahoiy dinidir. Biz bu din vakillari bilan suhbatlashishga harakat qildik. مردم ما زیاده از 1400 سال این جانب این دین را پرستش میکنند. یعنی اگر به تاریخ نظر کنیم سال 695 میلادی ابتدای انتشار اسلام در ماوراءالنهر و خراسان بود. از آن جمله و Samarqand و Buxoro و Xo'jand و Melodiy 695-yilda islom dini Mavara-un-Nahr va Xurosonga kirib keldi. Shu jumladan Samarqand, Buxoro va Xo'jand va bu atrofdagi boshqa shaharlar islomni qabul qildi. Islom dini bag'rikeng din, chunki islom barcha dinlarni ehtirom qiladi. Biz Xudoga ishonamiz, barcha osmoniy kitoblarga, samoviy dinlarga, masihiyat, ya'ni nasroniy, yahudi va Xudo tomonidan yuborilgan barcha kitoblarni, barcha payg'ambarlarni e'tirof qilamiz. Islom ularni kitob ahli sifatida e'tirof va ehtirom ham qiladi. Shariat nuqtai nazaridan biror din, biror mazhab, biror millat yoki xalqni tahqir qilish mumkin emas. Bu bag'rikenglik. Har kim o'z yo'lida, siz o'z diningiz yo'lida, biz o'z dinimiz yo'lida. Bu bag'rikenglik Qur'on nuqtai nazaridan, payg'ambar alayhissalom hadislari nuqtai nazaridan eng yaxshi amal odamlar orasida izzat va ehtirom. Din aytgan barcha narsalar xalq manfaatiga, lekin dindan suiistifoda qilmaslik kerak. Hech kim millatlar, dinlar orasida fitna, adovat qo'zg'ashga haqli emas. Biz mana Xo'jand shahrida, So'g'd viloyatida, Tojikistonda bu yerdagi barcha dinlar vakillari bilan bordi-keldi qilamiz. Bir-birimizning izzat va ehtiromimizni joyiga qo'yamiz. Bayram kunlari bir-birimizni tabriklaymiz. Bu bizning diniy bag'rikengligimiz. در شهر خوجند در ولایت سوگد در تاجیکستان با همه دین ها که آنها در اینجا عمل میکنن رفت و آمد داریم، عزت و احترام یکدیگر را به جا میآوریم. Вообще деятельность нашей общины, она здесь ведется с 40-х годов на этом месте, 20 века. Так вообще история православия здесь как бы у нас она давно, старинная, так скажем, еще в 17 веке началась. Когда еще есть только Русская империя. Bizning bu jamoat bu yerda o'tgan asrning 40-yillaridan beri amal qiladi. Pravoslavlar bu yerda 18-asrdan beri mavjud. Rus imperiyasi kelgan paytlarda bu yerda daryo sohilida ibodatgoh qurilgan. Bu orada bir necha bor ibodatgoh yangilangan. Bu ibodatgoh 2010-yilda qurilgan. Hozir ibodatxonaga kam odam keladi. Bu yerda yashayotgan nasroniylardan taqriban 2% keladi.
Ularga ibodatgohga kelishga hech kim xalaqit bermaydi. Rossiyada ham hozir shunday. Kam odam ibodatxonalarga keladi. Ibodat qilishni u yerda hech kim taqiqlamaydi. Bu yerda ham hech kim taqiqlamaydi. Odamlar o'zi shunga o'rganib boryapti. Sobiq ittifoq paytida taqiqlanar edi. Shunga qaramay yoshi kattalar ibodat qilar edi. Hozir ham asosan yoshi kattalar keladi. Yoshlar juda kam. Yildan yilga ibodatxonaga kelayotganlar soni deyarli o'zgarmaydi. Albatta ko'chib ketayotganlar, vafot etayotganlar hisobidan kamaymoqda, lekin keskin o'zgarish yo'q. Bu yerda ajratishlar yo'q. Cho'qintirilganlar keladi, ba'zan cho'qintirilmaganlar ham keladi. Masalan, tabobat uchun suv olishga kiradi. Biz ularga ruxsat beramiz. Ibodatga keladiganlar orasida turli millat vakillarini ko'rish mumkin. Tatarlar, juhudlar, ruslar, ukrainlar. Bizda boshqa din vakillari bilan ziddiyatlarga borish kuzatilmaydi. Masalan, musulmonlar bilan ham inoqmiz, qo'shnilar bilan ahlmiz. А так, среди нашей общины у нас разные национальности есть, и татары, и евреи, и русские, и украинцы. Таких нет у нас каких-то противоречий. Как, с кем бы мы конфликтовали, тоже таких нет, там, допустим, с мусульманами у нас, соседями мир, все нормально. диёнати ҷаҳонии баҳоӣ дар тоҷикистон расман аз қайди давлатӣ ҳамчун як иттиҳоди дини мустақил ба қайд гирифта шудааст, ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Faoliyatашро дар Bahoiy як dini чанд Tojikistonda mustaqil din sifatida rasman qaydiga olingan. Diniy qo'mita tomonidan davlat qaydiga olingan. Tojikistonning bir necha shahar, qishloq va shaharchalarida faoliyatini yo'lga qo'ygan, jumladan Xo'jand shahrida ham. Xudoga shukr, bahoiylar bugun ibodatda ozod va erkin o'z e'tiqodlariga amal qilishadi. Bizning baxtimiz dunyoviy davlatda istiqomat qilishimizda. Agar boshqa dinlar bilan munosabatlarimiz haqida aytadigan bo'lsak, oramizda o'zaro tushunish mavjud. Bahoiy dinning asosiy maqsadi barcha xalqlarning birligidir. Odamlarning dini, irqi, mazhabidan qat'iy nazar barcha xalqlarning birligini e'tirof etadi. Chunki kichik farqlar ham bora-bora tafovutlarga, farqlarga olib keladi. Bahoiylar birlikni qo'llab-quvvatlashga harakat qilishadi. байни он ҳаққониятҳое ки ҳастанд, динҳое ки ҳастанд, гуфта метавонам ки байни мо ҳамдигарфаҳмӣ ҳаст. ва мақсади асосии диёнати баҳоӣ ягонагии тамоми халқҳо мебошад, новобаста аз динашон, ранги пӯсташон, забонашон, мазҳабашон. Huquq himoyachisining aytishicha, Tojikiston qonunlari barcha diniy tashkilotlarga bir ko'z bilan qaraydi va ular qonun oldida teng huquqlidir. اعتیادهای دینی را قانونی علاهیده قانونگذاری پیش بینی میکند، چونکه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه دینی Diniy birlashmalarni alohida qonun tartibga oladi. Tojikiston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy birlashmalar haqidagi qonuni. Bu qonunga ko'ra diniy birlashmalar qaydga olinadi va amal qiladi. Diniy birlashmalarga oid barcha masalalarni shu qonun tartibga soladi. Tojikistondagi barcha diniy birlashmalar qonun oldida teng huquqli. Mening ish tajribamda vijdon erkinligi va diniy birlashmalarga oid biror muammo yuzasidan murojaat qaydga olingani yo'q. новобаста аз динҳо нисбати онҳо қонунгузорӣ баробар нигоҳ мекунад. дар таҷрибаи ман вобаста ба ҳолатҳои мазкур ягон хел муроҷиат набуд. Mahalliy dinshunosning aytishicha, Xo'jand shahrida rasmiy tarzda amal qiladigan bu 3 dinning paydo bo'lish tarixi butunlay boshqa zamon va makonlarga to'g'ri keladi. Ammo shunga qaramay bu dinlarning umumiy jihatlari ham ko'p. وقتی که ما درباره دین‌هایی که در ولایت So'g'd viloyatida rasman faoliyat qiladigan nasroniylik dini, islom yoki bahoiy dini haqida aytadigan bo'lsak, har uchala din ham tavhidiy dinlar. Ularning kelib chiqishi somiy dinlardan, ya'ni arab yarim oroli dinlaridan, ibrohimiy dinlardandir. Bu dinlarning konsepsiyasida asl maqsadi bag'rikenglikdir, tartib va o'zaro tushunishdir. Har uchala dinning ham asosiy maqsadi insonlarni saodatga yetkazish. Saodat din nuqtai nazaridan nima
nima deganimizda saodat insonlarning Xudodan roziligi va Xudoning insonlardan roziligi. هر سه این دین ها هم مقصد اساسیشون انسان ها رو به سعادت برده رسانیدن. وقتی که ما میگیم که سعادت از نگاه دین چی است؟ سعادت از نگاه دین یعنی خوشبختی، این رضاگی انسان از خداوند و رضاگی خداوند از انسان است. Ozod Mas'ul Tojikistonning Xo'jand shahridan.